Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga deyarli G shaklidagi uyni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bundaqasiga G shaklida. O'lchami eniga 21.90, bo'yiga 22.30 o'lchamdagi uy chizmasi. Bu do'stimiz Telegram kanaliga tashlagan ekan, harakat qildik, chizib, ko'rsatib, o'zlariga ham jo'natdik. Ma'qul keldi degan umiddamiz, ma'qul keldi. Endi asli u o'zi jo'natgan rasm mana bunaqa edi. Mana ko'rinishi 21.90, buyog'i o'zgartirib 19.80, chunki mana qo'shilmagan edi, shu sababli. Do'stlar, Telegram kanalimiz videoning tagida bo'ladi har doim. Ko'p kommentariyalarda yozyapti, siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi deb. Telegram kanalimiz har bir videoning tagida yozilgan. Do'stlar, Telegram kanalga uy proyekt chizishni so'raganlar birinchi o'zlariga yoqqan albatta proyektlari bo'ladi. O'shani chizib jo'natishlarini so'rayman. Shunga qarab men o'zgartirib hisob kitobini qilib, mana bunday kompyuter variantida chizib beraman. Chunki o'zim chizib YouTube kanaliga qo'yganim ayrimlarga yoqmaydi, ya'ni o'zgartirish kerak, buyog'ini deyapti. O'zlaring ko'ngildagidek uyni chizib jo'natsalaring, men to'g'rilab sizlarga chiroyli qilib jo'natishga harakat qilaman. Shunda sizlarga ham ma'qul keladi, u menga ham ma'qul keladi. O'zgartirishga to'g'ri kelmaydi menga ham. Xullas, boshladik. Bu yerda Telegram kanallarim, kanal kirib Telegramga uchastka uy chizmalari deb yozsangiz ham chiqadi, yoki videoning tagida ssilkalar bor. Telegramniki, Odnoklassniki, Instagram, Facebook, kontakt hammasiga javob beraman men. Albatta harakat qilib. Xullas, emasam boshladik. Uyimizni o'lchamini aytib o'tdim. Bu yer darvozaxona, 4 metr darvozaxona. Fundamentimizda aylanasi, общий aylanasi, hech qanaqa o'rtada fundamentlar qisqartirilmagan, hammasi 40 dan qo'yilgan. Mana ko'rsatib qo'yganman. Fundamentlar 40 santimetrdan. Kirganimizda darvozaxona. Darvozaxonadan kirsak, to'g'ri edi. Biz bitta xona, 3 ga 4 o'lchamdagi xona, oshxona deyilgan rasmda. Oshxona. O'zlaringga ma'qul biron bir xona qilsalaring ham bo'ladi. Bu yerda 3 ga 2,5 o'lchamdagi yana bitta xona. Sklad xona qilsalaring ham bo'ladi. Bu yer bo'sh yer, bu yog'i ham polniy ketgan bo'sh yer. Bu yer esa tomorqa, огород, hovli. Xullas, boshlaganimizda chap qo'ldan yurib, o'ng qo'lda uyimiz yo'qligi uchun chap qo'ldan boshlaymiz. Zina, bu tashqi zina, xohlasangiz qo'l qilib olsangiz bo'ladi, tomni yopib, bu yerlarni ham yopib olsangiz bo'ladi. Emasam zina qildirsangiz ham bo'ladi. Zina, qo'l qilsangiz, qo'ldan chiqqanimizda birinchi xonamiz 3,5 ga 3 o'lchamdagi xona. Bu yerdan chiqsak ikkinchi xonamiz 3 ga 3 o'lchamdagi xona bu ham. Bu yoqqa kirsak sal kattaroq, qolgan xonalarga qaraganda 4 ga 3 o'lchamdagi xona. Bu yoqdan hovli oxirida, oxiridan chap tomonga burilganimizda 5 ga 3 o'lchamdagi yana bitta xona. Bu yer ochiq qoldirganligim sababli hozir tushuntirib o'taman. Bu xonadan chiqqanimizda, to'g'rida ketganimizda mana bular zina hisoblanadi. Mana bular 3 ta chiziqchalar zina hisoblanadi. Uyimiz oralig'ida hovli oxirida joy bor. Pastga tushasiz zina. Zinadan tushganingizda 1,5 metr joy qoladi. Bu uyimiz tagidan podval, bu uyimiz tagidan podval qilingan. Podvalga kirish uchun joy bu. Siz bu yerdan eshik qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yosh bolalar o'ynab tushmasligi uchun.
И bu yerdan zina qildik, ya'ni hovlidan kelganda bu yerdan ham zina qilib qo'ydim men. Endi meni fantaziyamga qarab bu yerga qildim. Aslida zina bu yerda do'stimiz qilgan, ya'ni bitta zina, podvalga tushadigan ikkita zina, bu yerdan bu yoqqa chiqadigan bitta zina, bu yerda bo'sh joy. Bu yoqda zina qilib, to'g'ri yo'lak qilgan. Zinalar ko'paytirib o'tirmadim, bitta qildim, mana yoqqa ikkita, uchta qilib qo'ydim. Xullas do'stimiz shundoq chizgan. Men fantaziyam bunday. Ya'ni bu yerdan chiqqanimizda bu yerdan bitta xona, ya'ni mehmonxona bu kattaroq 6 ga 3,5 o'lchamdagi mehmonxona. Mehmonxonadan chiqqanimizda yurib bu yerda 3 ga 3,5 ga o'lchamdagi yana bitta xona. Bu yerdan chiqsak bu yerga to'g'raydi, ya'ni hovlimizni to'g'raydi. Katta bir mehmonxona bor, ya'ni 3,5 ga 5 o'lchamdagi. Endi do'stimiz nima mo'ljallab chizganini bilmadim, lekin darvozadan kirganda mehmonxonalar juda uzoqda joylashgan. Biri bu yerda, yana bittasi bu yerda, qolganlari kichik xona. Ya'ni bu ham mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi, yotoqxona qilsangiz ham bo'ladi. Darvozadan uzoqda joylashgan mehmonxonalar. Bu yerda tushib mehmonxona orqasiga yurganimizda, ya'ni bu menimcha hammomxona deb tushundim. Do'stimiz chizmasiga qaraganda mana bu yerda oxirida ikkita xona qilgan, ya'ni bu xonadan kirganda menimcha spalnya qilgan bo'lsa kerak. 3,2 ga 5 o'lchamdagi spalnya. Bu yerdan bitta xona kiradigan, ichkaridan eshik qilgan bular. Bu yerda bitta eshik, bu yerda bitta eshik, ikkita eshik qilgan. Bilmadim, balki biri hammom, biri hojatxona bo'lsa kerak. Men esa uni tashqaridan, ya'ni общий qilib qo'ydim tashqaridan. Agar sizga ma'qul bo'lsa, siz yotoqxona qiladigan bo'lsangiz, ya'ni bu yerdan eshik ochib olsangiz ham bo'ladi bemalol. Eshik ochib olsangiz ham bo'ladi. Men ko'chadan qildim, chunki kattaroq hammomxona qilganim uchun. Hojatxona chizib o'tirmadim. Endi o'zlaring bu yerga qayerga ma'qul bo'lsa, shu yerga chizasizlar degan umiddaman. Hojatxona, ya'ni hovlimizning uzunligi mana bu uydan boshlab bu uyda devorigacha 11 metr 30 santimetr. Ya'ni hisobladik, qarang, 3 metr, 6 metr, 1,5 metr hisoblaganimizda 9,5 bo'lyaptimi? Plus 40, plus 40 80 qo'shiladi. 9,5 ga 80 qo'shsak 10,5 mi, 11,5 bo'lyapti adashmasam. Shunaqa 6 ga 3 qo'shsak 9 bo'ladi. Bu yog'i 1,5. Shu bilan 10,5 plus bo'ladi 11. Bu hovlimiz esa uzunligi 14-20 santimetr. Zinadan zinagacha, mana bu zinadan zinagacha. Bu yoqdan hisobladim. Bu yerda 1,5 metr joy qoldirdim. Bu yoqda bu xona ham qolgan 3,5 metr bo'lsa 2 metr 40, 3 metr 40, ya'ni 4 metr 40 qo'shib, keyin 5 metr, bu yerdan 1,5 metr ayirib tashladim. Shuni hisoblab 14-20 chiqardim. Ya do'stlar, bu yerda do'stimizni chizmasiga qaraganda, ya'ni bu yerda ayvon qo'yilgan. Bu yerda menimcha yashil o'tli gullar ekiladi. Endi bilmadim, bu fundamentmi nimaligini, yo'lakchalar bo'lsa kerak deb o'yladim. Endi qolganini o'zlaring fantaziyalaringga bog'liq qilasizlar. Men asosiy uyni fundamentini chizib berdim. Eshiklarni o'zlaring ko'ryapsizlar, qayerda joylashtirgan do'stimiz. Eshiklarni, oynalarini men chizmayman do'stlar. Men faqat uyni fundamentini chizib berishga harakat qilaman. Bu uy ko'rganlaringdek do'stlar, agar savollaring bo'lsa, ya'ni men ataylab bunday qilib qo'ydim. Hech kim videoni tagini ko'rmayapti shekilli. Mana Telegram kanalimiz Одноклассник, albatta murojaat qilinglar. Siz bilan qanday bog'lansak degan do'stlarimiz uchun mana shu orqali bog'lanasizlar. Bitta yozib qo'ying, bular hammasi videoni tagida bo'ladi. Ya'ni bitta silka bossangiz avtomatik kirib ketadigan bo'ladi videoni tagini ko'rsalar. Har bir videomiz tagida bor. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.